yoki bo'lmasa ash iste'mol narsining sirtida nimaga asosli shartlandi degan vaqtda muhit shartlanib qoldi. Masalan, bo'ldi, siz kirkasangiz bo'ldi, ha? Masalan, bir zar iste'mol qilgan odam zarni o'zining shu uyda iste'mol qildi, uni iste'mol qildi, muhitni ko'rdi, iste'mol qildi, muhitni ko'rdi, iste'mol qildi, muhitni ko'rdi. Keyin zar bo'lmagan vaqtida mush uyga kirib qolsa desa, yana uning deliq oq dojib ketish shartlanib qolganligi uchun u darhol qo'zg'alib ketadigan ahvollar shakllanadi. Shunga nurg'ulgan zar chekkanlar garchi zar tashlash o'rinlarida 3-4 oydan keyin uning dorining ta'siri butunlay yo'qolib ketsa-mu, u yerdan chiqiblar o'ziga burun tunish bo'lgan muhit kirgan amanlar yana badandagi og'rish tuyg'usi, oq dojish xuddi shakllangandek, uning yana qayta badan og'rish paydo bo'lgan ahvollar shaklida. Shunga bu xil buyumlarga xuma bo'lib qolganlarni hamda saqoyishga birdan-bir usul nima degan vaqtda shu o'rindan boshqa bir shaharga yoki boshqa yerga ko'chib ketish kerak. U cho'qim o'ziga tunish bo'lgan shu muhit, shu zarlarni iste'mol qilgan vaqtga do'stlari, ko'rinishlar, anadagi shu daldaraqlardan tortib hech qaysi uning ko'rinmagan vaqtda balkim buningda ozroq tashlash umidi bo'ldi. Albatta bu yangi muhitda cho'qim o koni muhit qaraganda uning xuma holati pasayishga boshlaydi. Masalan, Vyetnam urushida Amerika askarlari Vyetnam borgan vaqtda nurg'un askarlar zar xuma bo'lib qolgan. Ammo yurtga qaytgan bo'lsa asosiyatimiz tashib etilgan. Nimish qilsa, ma'qul muhitda shartlanib qoldi. Muhit kirganda qo'zg'aldi, boshqa muhit kelgan cho'sganda yo'qolib ketgan. Shu nurg'un yoshlarning zar iste'mol qilib hayotning qurbon bo'lishining ko'pinchisi qanday yerda yuz berdi bo'lsa, o'zi iste'mol qilgan yerdan boshqa bir muhit iste'mol qilib qolgan vaqtda dori miqdori uningga nisbatan ig'ir kelib ham shu yerda hayotining og'rildigan ahvollar shakllandi. Shunga birdan bir umid nima deganda ko'chib ketish. Undas bo'ladi. Bugungi darsimiz mushahada bo'lsin. Hammaning anglab berganiga rahmat. Xo'sh.